2025 9-yanvar Farg'ona viloyati Furqat tumani Elorbek fermer xo'jaligida suv kollektor tashlab qo'yilgan. Shu bilan birga ariqdan keladigan suv ham kollektorga boshqarib qo'yilgan. Suv o'tyapti mana shu yerdan. Kollektorga yig'ilgan suv. Bu bilan Vazirlar Mahkamasining 2019-21-martda chiqqan yer tashriki soliq qarorining 60-bandini qo'pollikda buzganligi sababli eng kam ish haqining 30% miqdorida jarima sanksiyasi qo'llanilishi sabab bo'ladi ekan. Endi bu holatni qarang ekan. Fermer xo'jaligini, ariqlarini, betonlashtirish ishlarini olib borgan bo'lsangizda, biroq aka o'sha betonlashtirishdan kelayotgan suvni noto'g'ri maqsadda foydalanish oqibatida to'g'ri maqsadda foydalanmayapsizda kollektorga olib qizdirib qo'yyapsiz ekan. Bu holat ham Vazirlar Mahkamasining o'sha 82 soliq qarorini qo'pol ravishda buzishga kiradi ekan. Kelgusida yana bu ishlar takrorlanadigan bo'lsa anchagina mana holatlar kelib chiqadi. Buni aka tushunishingiz kerak. Buni kirib kelayotgan suvdan samarali foydalanishingiz aka tushuntiryapmiz sizga. Bu holatga o'zingiz kriz bildirsangiz fermer sifatida. Men Furqat tumani suv yetkazib berish xizmatida boshlig'i Musoxon Abdullaxonman. Hali biz kelib 2 soat oldin fermer xo'jaligini ogohlantirganmiz. Haqiqatan unda suv yeri chiqib kelgan ekan. Ogohlantirganmiz. Lekin fermer xo'jaligini shu hashamat ko'payib ketib qoldi. Oldin olamiz va bekitamiz, hamma joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana biz hozir Elorbek fermer xo'jaligini nimasida turibmiz? Yerini ketmasdi. Bekitib fermer xo'jaligini hozir nimalarni, to'g'onini boshqa fermerga suvni olib o'tkazib beryapti. Kamchiliklarni bartaraf qildik.